Agar sizning uyingiz eshigi oldida militsiya turibdi, eshikni qattiq taqillatmoqda yoki ochmasang buzib kiramiz deyapti. Aynan shu videodagi ma'lumot siz uchun hayotiy darajada muhim. Bu faqat jinoyat qilgan odamlar haqida emas. Bu har bir oila, har bir ota-ona, har bir ijarada yashayotgan yigit-qiz, har bir tadbirkor, har bir oddiy fuqaro haqida. Chunki xonadon daxlsizligi, huquqingizni bilish va vahimaga tushmasdan to'g'ri harakat qilish sizni katta muammolardan saqlab qolishi mumkin. Men bugun sizga militsiya eshikni buzib kirishga haqlimi? Qachon haqli, qachon haqli emas? Siz nima deyishingiz kerak? Nimani imzolamaslik kerak? Qanday hujjatlarni so'rash kerak? Qayerga shikoyat qilish kerak? Hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bu ma'lumotni har bir o'zbekistonlik bilishi shart. Avvallari ko'pchilikning o'ngida bitta qo'rquv bor edi. Militsiya keldimi? Demak, jim turish kerak, eshikni ochish kerak, nima desa qilish kerak. Odamlar ko'pincha hujjat so'rashdan ham uyalardi yoki qo'rqardi. Aka, ordaringiz bormi? Qaysi asosda kirdingiz? Bayonnoma tuzing, advokat chaqiraman degan gaplarni aytish xavfli deb o'ylashardi. Natijada ayrim holatlarda xodimlar ham odamlardagi shu qo'rquvdan foydalanib, rasmiy tartibga to'liq rioya qilmasdan xonadonga kirgan, telefonlarni olib qo'ygan, tintuvni guvohlarsiz o'tkazgan. Keyin esa fuqaroga o'zing rozi bo'lding-ku degan vaziyatlar bo'lgan. Hozir vaziyat boshqacha. Qonuniy talablar kuchaygan, fuqarolarning huquqiy savodi oshgan, ko'p joyda kameralar bor, telefon orqali video yozish imkoniyati bor. Shikoyat qilish mexanizmlari bor. Eng muhimi, xonadon daxlsizligi konstitutsiyaviy huquq hisoblanadi. Bu degani davlat organi xodimi bo'lsa ham, militsiya bo'lsa ham oddiy sabab bilan sizning uyingizga bostirib kirish mumkin emas. Uy bu sizning shaxsiy makoningiz. U yerga kirish uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Lekin men sizga muhim narsani aniq aytaman. Huquqingizni himoya qilish degani militsiyaga qarshilik ko'rsatish, xodimni itarish, haqorat qilish, eshik ortidan buyum tirab qo'yish yoki jismoniy to'qnashuvga borish degani emas. Bunday qilsangiz, siz o'zingizga qo'shimcha muammo orttirasiz. To'g'ri yo'l boshqa xotirjam bo'lish, hujjat so'rash, video va guvohlarni ta'minlash, bayonnomaga e'tirozlarni yozish, advokat chaqirish va noqonuniy harakat bo'lsa. Rasmiy tartibda shikoyat qilish. Asosiy qismi nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim vahimaga tushmasin, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Militsiya xodimi eshigingizga kelgani bilan u avtomatik ravishda uyingizga kirish huquqiga ega bo'lib qolmaydi. Masalan, profilaktika inspektori kelib, uyda kim yashaydi? Pasportingizni ko'rsatib qo'ying desa, siz eshik oldida gaplashishingiz mumkin. Agar u ichkariga kirishni so'rasa, siz marhamat, kirish uchun qonuniy asos yoki tegishli qaror bormi deb so'rashingiz mumkin. Bu qo'pollik emas, bu sizning huquqingiz. Ikkinchi narsa, tintuv, ko'zdan kechirish, olib qo'yish kabi protsessual harakatlar oddiy suhbat emas. Bularning tartibi bor. Odatda bunday harakatlar uchun tergovchi yoki surishtiruvchi tomonidan rasmiy qaror bo'lishi, unda qaysi ish bo'yicha, qaysi manzilda, nima maqsadda harakat o'tkazilayotgani ko'rsatilishi kerak. Ayrim holatlarda sud yoki prokuror sanksiyasi talab qilinadi. Har bir vaziyatning protsessual maqomida farq qiladi. Shuning uchun siz har doim bitta savolni berasiz. Qaysi hujjat asosida kirmoqchisiz? Hujjatni ko'rmasdan, uning mazmunini bilmasdan xo'p kiraveringlar deb yuborish juda xavfli. Uchinchi narsa, eshikni buzib kirish eng oxirgi chora bo'lishi kerak. Agar ichkarida odam hayot xavf ostida bo'lsa, jinoyat hozir sodir etilayotgan bo'lsa, qochib kirgan shaxsni ushlash zarur bo'lsa, yong'in, portlash xavfi, bolalarning qichqirig'i, zo'ravonlik belgilari bo'lsa, xodimlar tezkor harakat qilishi mumkin. Masalan, qo'shnilar 112 ga qo'ng'iroq qilib, xonadonda ayol qichqiryapti, urishyapti, yordam so'rayapti desa, militsiya eshik ortida uzoq kutib turmaydi. Bunday vaziyatda eshikni buzib kirish odam hayotini saqlab qolish uchun asosli bo'lishi mumkin. Lekin boshqa misolni olaylik. Kechasi soat 23:30 da 3 nafar xodim kelib, "Och, tekshiruv bor" deyapti. Siz so'raysiz, "Kim bo'lasizlar? Xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Qaysi bo'limdan keldingiz? Qaysi hujjat asosida?" Agar ular ko'p savol berma, "Och" desa, bu xavotirli signal. Chunki qonuniy harakat qilayotgan xodim odatda o'zini tanishtiradi. Xizmat guvohnomasini ko'rsatadi, sababni aytadi, rasmiy hujjatni taqdim etadi yoki kamida nima uchun kelganini tushuntiradi. Siz bunday holatda eshikni zanjirda
yoki xavfsiz masofada ochib guvohnomani ko'rishingiz, telefon orqali yaqinlaringizga xabar berishingiz, mil ichiga qo'ng'iroq qilib, mening manzilimga haqiqatan xodimlar yuborilganmi deb tekshirishingiz mumkin. Birinchi navbatda ijarada yashovchilar. Chunki ko'p holatda uy egasi, qo'shni yoki uchastka inspektori bu yerda kim yashayapti deb tekshirishi mumkin. Agar ijara shartnomangiz bo'lmasa, vaqtincha ro'yxat masalasi tartibga solinmagan bo'lsa, ortiqcha savollar tug'iladi. Ikkinchi guruh tadbirkorlar ombori ofisi yoki uyda hujjat va tovar saqlaydiganlar. Agar tekshiruv noto'g'ri o'tsa, kompyuter, telefon, daftar, hisob-kitoblar olib qo'yilishi mumkin. Uchinchi guruh oilaviy nizosi borlar. Ajrim, aliment, mulk talashi, qarindoshlar o'rtasidagi janjal sababli militsiya chaqirilishi mumkin. To'rtinchi guruh yoshlar. Uyda do'stlar yig'ilishi, baland musiqa, qo'shnilar shikoyati, ijtimoiy tarmoqdagi postlar. Telefon orqali kelishmovchiliklar ham xodimlar kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin vahimaga tushmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Agarda sizga xodimlar faqat chaqiruv qog'ozi olib kelgan bo'lsa, bu uyni tintuv qilish degani emas. Agar profilaktik suhbat uchun kelgan bo'lsa, bu ham eshikni buzish huquqini bermaydi. Agar qo'shni shovqin bo'yicha shikoyat qilgan bo'lsa, siz eshik oldida suhbatlashib vaziyatni tushuntirishingiz mumkin. Muammo shundaki, ko'pchilik har qanday kelishni tintuv deb o'ylaydi yoki aksincha haqiqiy tintuvni oddiy tekshiruv deb qabul qiladi. Farqni tushunish kerak. Real hayotdan misol, bir oilada kechqurun 20:20 da xodimlar keladi. Sabab qo'shnilar janjal bo'lyapti deb chaqirgan. Uy egasi eshikni ochib xotirjam aytadi. Janjal yo'q, mana oila a'zolarim hammasi joyida. Ichkariga kirishingiz uchun asos bormi? Xodimlar ayol va bolalar xavfsizligini tekshiradi. Qisqa savol-javob qiladi va ketadi. Bu yerda huquq ham saqlandi, mojaro ham bo'lmadi. Ikkinchi misol, ijarada yashovchi ikki talaba tunda eshikni ochib yuboradi. Kelgan odamlar o'zini xodim deb tanishtiradi. Lekin guvohnoma ko'rsatmaydi. Ichkariga kirib, telefonlarni tekshiradi, telegramni och deydi, rasmlarni ko'radi. Keyin hech qanday bayonnomasiz chiqib ketadi. Ertasi kuni talabalarda qo'rquv, lekin dalil yo'q. To'g'ri yo'l nima edi? Guvohnoma so'rash, Mendi 2 ga qo'ng'iroq qilish, video yozishni boshlash, telefonimni tekshirish uchun qanday protsessual asos bor deb so'rash. Agar telefon olib qo'yilsa, albatta bayonnoma va nusxa talab qilish. Uchinchi misol, tadbirkorning uyiga kelib, soliq bo'yicha savollar bor. Kompyuteringizni ko'ramiz deyishadi. Soliq tekshiruv jinoyat ishi bo'yicha tintuv tezkor tadbir. Oddiy tushuntirish olish, bularning hammasi boshqa tartib. Agar siz hammasiga bir xil xo'p desangiz, keyin muammo bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjat nomini, sanasini, raqamini, kim imzolaganini va aynan nima qilishga ruxsat berilganini ko'ring. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, o'zingiz rozi bo'lsangiz bo'ldi degan gap. Ba'zan xodim aka rasmiylashtirib o'tirmaylik, o'zingiz ko'rsating, biz ham ketamiz deydi. Siz rozi bo'lib, shkafni ochasiz, telefonni berasiz, kompyuterni yoqasiz. Keyin topilgan narsa yoki yozishma sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Men demayapmanki, hech qachon hamkorlik qilmang. Men aytayotganim, har bir harakatning huquqiy maqomini aniqlang. Agar bu ko'zdan kechirish bo'lsa, bayonnoma bo'lsin. Agar olib qo'yish bo'lsa, ro'yxat bo'lsin. Agar tushuntirish bo'lsa, siz o'qib chiqib imzolang. Ishonaverasizmi degan gap hujjatning o'rnini bosa olmaydi. Ikkinchi tuzoq, eshikni umuman ochmaslik. Ba'zi odamlar internetda hech qachon ochmang degan maslahatni ko'rib oladi. Bu ham xavfli. Agar xodimlarda haqiqiy qonuniy asos bo'lsa, sizning ochmasligingiz eshik buzilishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, sizga nisbatan qonuniy talabga bo'ysunmaslik masalasi ko'tarilishi ehtimoli bor. To'g'ri yo'l. Eshikni xavfsiz tarzda, zanjirda, kamera ostida guvohlar bilan muloqot qilish. Siz men ochmayman demaysiz. Siz men hujjatlarni ko'rmoqchiman, advokatimga qo'ng'iroq qilyapman. 2 orqali tekshiryapman deysiz. Uchinchi nozik jihat, tungi vaqt. Tunda xonadonga kelish har doim ham noqonuniy degani emas. Favqulodda holat bo'lsa, jinoyat izidan kelinayotgan bo'lsa, odam hayoti xavf ostida bo'lsa, tun kun farq qilmaydi. Lekin oddiy profilaktik suhbat yoki shunchaki tekshirish uchun kechasi kelishning o'zi savol tug'diradi. Shuning uchun vaqtni yozib qo'ying. Soat nechada kelishdi, nechada kirishdi, nechada ketishdi. 4-nozik jihat. Xolislar. Tintuv yoki olib qo'yish kabi harakatlarda xolislar ishtiroki muhim bo'lishi mumkin. Xolis degani xolis guvoh.
Amalda ba'zida xolislar xodimlar bilan birga kelgan. Kimligi noma'lum odamlar bo'ladi. Siz ularning ism, familiyasini, telefonini, manzilini bayonnomada ko'rsatishni so'rashingiz mumkin. Agar xolislar real holatni ko'rmagan bo'lsa, masalan, ular koridorda turgan, xonaga kirmagan, lekin keyin hammasiga imzo qo'ygan bo'lsa, bayonnomaga yozing. Xolislar barcha harakatlarni to'liq kuzatmadi deb. 5-nozik jihat video yozish. Siz o'z uyingizda bo'layotgan harakatni qayd etishga intilishingiz mumkin. Lekin xodimning yuziga telefonni tiqish, ishiga xalaqit berish, maxfiy ma'lumotlarni tarqatish, tergov sirini buzish xavfini ham tushuning. Eng to'g'ri yo'l. Telefonni burchakka qo'yib, umumiy jarayonni yozish, ovozni qayd etish, men o'z xavfsizligim va protsessual tartib uchun video qayd qilyapman deb aytish. Agar ular olma desa, siz so'raysiz. Qaysi qonuniy asos bilan taqiqlayapsiz? Iltimos, buni bayonnomaga kiriting. 6-nozik jihat. Bolalar, ayollar, qariyalar bor xonadon. Agar uyda voyaga yetmagan bola bo'lsa, tintuv paytida ularni qo'rqitmaslik. Alohida xonaga o'tkazish, qarindosh yoki qo'shnini chaqirish muhim. Agar uyda keksa ota-ona bo'lsa, dorilari, bosimi, yuragi borligini xodimlarga ayting. Bu bahona emas, bu xavfsizlik masalasi. Men bunday holatlarda birinchi navbatda tibbiy xavfni oldini olishni maslahat beraman. Agar odamning ahvoli yomonlashsa, darhol tez yordam chaqiring va chaqirilgan vaqtni yozib qo'ying. 7-nozik jihat. Sizga tegishli bo'lmagan narsalar. Masalan, uyda mehmonning sumkasi bor, ijaradoshning xonasi bor, qarindoshning telefoni bor. Tintuv paytida hammasi meniki deb yubormang. Har bir buyum kimga tegishli ekanini aniq ayting. Agar sizga tegishli bo'lmagan narsa olib qo'yilsa, bayonnomada ushbu buyum falonchiga tegishli, meniki emas deb yozdiring. 8-nozik jihat. Imzo. Eng katta xatolardan biri o'qimasdan imzo qo'yish. Sizga bu shunchaki rasmiyatchilik deyishlari mumkin. Yo'q, rasmiyatchilik degan hujjat bo'lmaydi. Har bir imzo keyin ahamiyatga ega. Bayonnomani boshdan oxirigacha o'qing. Agar tushunmasangiz, menga tushuntirib bering deng. Agar rozi bo'lmasangiz, imzo qo'ymaslikdan oldin yoki imzo bilan birga e'tirozingizni yozing. Bayonnoma mazmuniga quyidagi sabablar bilan e'tirozim bor deb. Ko'pincha eng kuchli himoya keyin sudda emas. Aynan o'sha paytda yozilgan e'tirozda bo'ladi. Birinchi qadam, vahmaga tushmang, nafasni rostlang. Uyda bolalar bo'lsa, ularni chetroqqa o'tkazing. Telefoningizni qo'lga oling, quvvat borligini tekshiring. Eshik oldiga yugurib borib, darrov o'chib yubormang. Ikkinchi qadam, eshik o'rtadan so'rang. Kim? Agar ichki ishlar deyishsa, ism, familiyangiz, lavozimingiz, qaysi bo'limdan keldingiz deb so'rang. Xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Eshikda ko'cha bo'lsa ko'ring, domofon, kamera bo'lsa yozuvni saqlang. 3-qadam, menejga qo'ng'iroq qilishdan qo'rqmang. Mening manzilimga o'zini ichki ishlar xodimi deb tanishtirgan shaxslar kelgan. Iltimos, haqiqatan yuborilganmi? Tekshirib bering deb ayting. Bu xodimlarga qarshi harakat emas. Bu sizning xavfsizligingiz. Soxta xodimlar holati ham hayotda uchraydi. 4-qadam, hujjat asosini so'rang. Jumla tayyor. Xonadonimga kirish uchun qaysi qaror, order yoki qonuniy asos mavjud? Iltimos, hujjatni ko'rsating. Men uning sanasi. Raqami va kim tomonidan berilganini yozib olaman. Agar ular favqulodda vaziyatni aytsa, masalan, ichkarida jabrlanuvchi borligi haqida xabar tushdi desa, vaziyatni tinch tushuntiring. Agar bunday holat yo'q bo'lsa, oilangizni ko'rsatib, xavfsizlik borligini bildiring. 5-qadam, yaqinlaringizga xabar bering. Uyga xodimlar keldi. Manzilimizda protsessual harakat bo'lishi mumkin. Advokat bilan bog'lang deb yozing. Iloji bo'lsa, advokat raqami telefoningizda saqlangan bo'lsin. Har bir oilada shifokor raqami bo'lganidek, advokat raqami ham bo'lishi kerak. 6-qadam, agar kirishsa, jarayonni tartibga soling. Iltimos, barcha harakatlar bayonnomaga kiritilsin. Qaysi xonadan boshlanyapti? Kim ishtirok etyapti? Qaysi buyum qayerdan olinyapti? Hammasi yozilsin deb ayting. Bir xodim bitta xonada, boshqasi boshqa xonada nazoratsiz yurmasin. Siz yoki oilangizdan biri har bir harakatni kuzatishga harakat qiling. Agar imkon bo'lsa, qo'shnini guvoh sifatida chaqiring. 7-qadam, telefon va kompyuter masalasi. Agar telefoningizni so'rashsa, olib qo'yish bo'lsa. Bayonnoma tuzing. IMEI, model, rang, holati, sim karta raqami, ichidagi xotira kartasi bor yo'qligi ko'rsatilsin deng. Parolni berish masalasida esa advokat bilan maslahatlashish juda muhim. Chunki telefon, shaxsiy yozishmalar, bank ilovalari,
oilaviy fotosuratlar, tijorat sirlari saqlanadigan joy. Hozir ochib ber, bo'lmasa yomon bo'ladi degan bo'lsa, buni ham bayonnomaga yozishni talab qiling. 8-qadam bayonnomani tekshirish. Qaysi buyumlar olingan? Nechta? Qayerdan? Qanday qatoqlar muhrlanganmi? Sizga nusxa berildimi? Agar bir dona notebook olingan bo'lsa, notebook deb umumiy yozilishi yetarli emas. Modeli, seriya raqami, rangi, zaryadchigi bor yo'qligi ko'rsatilsin. Agar 5 million so'm pul olingan bo'lsa, miqdori, valyutasi, kupyura soni yozilsin. Keyin yo'qolib qoldi yoki boshqa narsa edi degan bahslar bo'lmasligi uchun shu muhim. 9-qadam. E'tirozlaringizni yozing. Masalan, xizmat guvohnomasi to'liq ko'rsatilmagan. Hujjat nusxasi berilmadi. Advokat kelguncha kutish rad etildi. Video yozishga to'sqinlik qilindi. Polislar jarayonni to'liq ko'rmadi. Olib qo'yilgan buyumlar to'liq tavsiflanmadi. Bularni og'zaki aytib qolmang. Yozing. Agar bayonnomaga yozishga ruxsat berishmasa, alohida qog'ozga yozib, imzo qo'ying, fotosuratga oling, keyin shikoyatga ilova qiling. 10-qadam, keyingi kunni bo'y bermang. Agar siz xonadonga noqonuniy kirish, eshikni buzish, mulkka zarar yetkazish, qo'pol muomala asossiz olib qo'yish bo'lgan deb hisoblasangiz, darhol shikoyat tayyorlang. Qayerga? Ichki ishlar organining yuqori turuvchi rahbariga, prokuraturaga, tergov organi rahbariga, zarur bo'lsa sudga va inson huquqlari bo'yicha vakilga murojaat qilish mumkin. Shikoyatda emotsiya emas, fakt yoziladi. Sana, vaqt, manzil, xodimlarning ismi bo'lsa ismi, guvohlar, video, foto, bayonnoma nusxasi, yetkazilgan zarar, talablaringiz, qanday hujjatlarni yig'asiz. Eshik buzilgan bo'lsa, suratga oling. Usta chaqirsangiz, chek yoki tilxat oling. Qo'shnilar ko'rgan bo'lsa, ularning tushuntirishini yozib oling. Video yozuvlar bo'lsa, alohida saqlang, bulutga yuklang. Tez yordam chaqirilgan bo'lsa, ma'lumotnoma oling. Olib qo'yilgan buyumlar ro'yxati bo'lsa, nusxasini saqlang. Telefoningiz olib qo'yilgan bo'lsa, operator yoki sotib olingan joydan hujjat toping. Har bir qog'oz keyin isbot bo'ladi. Nima yozish kerak? Men falonchi falon manzilda yashayman. Falon sana. Falon soatda o'zini ichki ishlar xodimi deb tanishtirgan shaxslar xonadonimga kelishdi. Kirish uchun quyidagi hujjat ko'rsatildi yoki ko'rsatilmadi. Eshikka zarar yetkazildi yoki yetkazilmadi. Jarayon davomida quyidagi holatlar yuz berdi. Men ushbu harakatlarni qonuniyligini tekshirishni, aybdor shaxslarga chora ko'rishni, olib qo'yilgan buyumlarni qaytarishni yoki qonuniy qaror nusxasini berishni, yetkazilgan zararni qoplash masalasini ko'rib chiqishni so'rayman. Mana shu uslubda yozing. Haqorat, tahdid, hammasini qamataman degan gaplar shikoyatni kuchaytirmaydi, aksincha zaiflashtiradi. Yana bitta amaliy maslahat. Oilaviy tayyorgarlik qiling. Uyda hammaga tushuntiring. Eshikni bolalar ochmaydi, keksa ota-ona darrov imzo qo'ymaydi, hamma hujjat so'rashga haqli. Ijara shartnomasi, pasport nusxalari, uy hujjatlari tartibli papkada tursin. Advokat, yaqin qarindosh, mahalla raisi yoki ishonchli qo'shni raqamlari yozib qo'yilsin. Bu paranoid bo'lish emas, bu huquqiy gigiyena. Xonadoningiz daxlsiz. Militsiya xodimi ham qonun doirasida harakat qilishi shart. Lekin siz ham qonuniy talabga jismoniy qarshilik qilmasligingiz, haqorat qilmasligingiz, vaziyatni urushga aylantirmasligingiz kerak. Eng kuchli himoya bu xotirjamlik, hujjat so'rash, video va guvoh, bayonnomaga e'tiroz yozish, advokat chaqirish va rasmiy shikoyat qilishdir. Eslab qoling, eshikni ochish yoki ochmaslikdan ham muhimrog'i. Siz jarayonni qanday hujjatlashtirasiz? Qonuniy xodim hujjat bilan ishlaydi. Noqonuniy bosim esa ko'pincha sizning qo'rquvingiz va savodsizligingizdan foydalanadi. Shuning uchun huquqingizni biling, lekin har bir so'zingizni ham, har bir imzoingizni ham o'ylab qiling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Militsiya uyingizga kelganda qanday yo'l tutgansiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham tajribangiz foyda bo'lishi mumkin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'zini, oilasini va mulkini ancha yaxshi himoya qila oladi.